Ha, bo'ldi. Yo'q, qarasana, bitta uchtumda, ikkita uchtum. Ishda. Men kechagina. Senga 5 ming beraman, bunga 10 ming beraman. Qo'ying aka. Endi nimada endi? 2 marta ushmang, 1 marta uchdim. Shunday bo'ladi. Shundaymi? Mana 5 sho. Ko'rdingmi? Haqiqatni gapirdi. 2 marta uchish kerak hali u uchun. O'zi Olib chiqani bu yoqqa. Ha? Mana shu tizim. Ha? Toshkent beradi odamga. Qancha uchsa shu 5 ming berib ketadi. Qancha uchsaymi? Ha, ko'rsan? Shunday bo'ladi. O'zi qancha uchsang 5 ming olaveradi. Shu shumakan. Yo, tishlamayman kuchuk. Nima qanday qilding deri? Hech narsa qilmadim. Shu to'g'ri ketgansan. Qoch, yo, bismillah. Alo, kuchukcha qo'ymasalaring bo'ldi. Ishlamaydi. Kuchukni vaqt qoldi. O'rtada kuchugini bosib qoldi. Meni kuchuk qo'rqitdi. O'rtada kuchugini bosib qoldi. O'zini kuchugini o'zi uribdi-ku, hech narsa qilmaydi. Yo, men urushdan qo'rqaman, o'zim tishlab olishdan qo'rqdim. Qarang. Qochmas bo'ldi. Indamadimi? Indamaydi. Videoni boshla. Qochsangiz Ras. bo'ldi. Men olmaysan o'zing bilan. Men qanday Kaltaroq ushlab beraman. Короче, bak endi. Ha? Ye, mana 10 mingni ichida bo'lyapti. Senga shuncha pul beryapti. Jo'rang nima dedi, qara. Aytding? Yemaysanmi? A u shuncha pul beryapti, men endi 10 ming uyat bo'ladi. To'xta tur, indamay tur. Ana shunday qilamanmi? Ketdi. Hop. Yo, bismillah, ketdik. Ey. Gazla! Qanday bo'lyapti? Kana uchish cho'tkimi? Nima sen? Rozimisan? Mana uni ishlab ketdik endi bizlar. Ketdik. Ya bir qo'yga bitta qo'yga o'ynab ko'ramiz. Yo'q, qo'y. Bo'pti. Bular qishda shiga kelish kerak ekan. Shuni aytibman-ku.